Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugün 2 mosli 280 ga 150 prinsipimiz. Xo'p, G'uzor tumani qaysi qishloq? Sherali qishlog'iga sotildi mana. Taglari gazon risor, pachka holatda buzilmagan. Ozlari buravay turbasi. Ko'rishingiz mumkin. Turminkaga qo'yilgan. Baqotdan balon holatlari ideal. Ozgina chang bo'lgan. Lekin chotki. Mana risollar mana halqali qilingan, birlik plankalardan ishlatilgan. O'zining taglari qalin. Onlar 1.600 zamok, parkoplar zavodskiga qo'yib berildi. Parkoplar hammasi zakonni qilib, kontrga qilib qo'yilgan mana. Taglari xuddi shunday. Xo'p, Otasiga rahmat, bu yigitga Javohir, rahmat ukam, tashkillaringga xizmat qilaylik. Bizlar rozimiz, haqiqatan ham arava. Zo'r ishlaymiz. Rahmat ukam, tashkillarga. aravasiga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Rahmat ukam. Akalar, sog' bo'linglar. Kimga mashina xizmati kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aka, sog' bo'ling. Javohir bo'ling. aka. Charchanak. Yashqa ko'rsa, sog' bo'lsa, to'lakda kelamiz. Nasib inshaalloh. Kimga shunday arabalar kerak bo'lsa, zakazga yasayapmiz. Bu yerda darvoza yasayapmiz. Mana bu yerda zakazga araba yasayapmiz. Mana bu holatga bu arabamizning zakazga chiqqan. Kimga mana shunday arabalar kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqib qolasizlar. Taxlab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.